Assalomu alaykum. Biz markaz qurilish tashkilotida turibmiz. Biz gidroizolyatsiya bo'yicha mutaxassismiz. 18 yillik tajriba. Mana orqada akamlar 40 yillik tajriba. 3 mmlik o'zimizning местный balizol ishlatilyapti. Gidromer mahsuloti, Gidromer firma mahsuloti. Asnovasi, ya'ni tegi buni mastikaga yopishtiriladi. U ham o'zlari tabiiy O'zbekistonning mahsuloti. Qurilishda ko'p qiziq jarayonlar bordir. Shu qiziq jarayonlardan bittasi gidroizolyatsiya ishlari hisoblanadi. Ya'ni namdan, suvdan himoyalash qatlami. Namdan, suvdan himoyalash qatlamini hozir muvaffaqiyatli bajarib tugatdik. Buni qurilishda loyihaviy norma talablar bo'lsa, texnik norma talablar bor va texnologik norma talablar bor. Bu yerdagi birinchi texnik talablarga ko'ra ham loyihaviy talablarga ko'ra bu yerda ikkita qatlam, ya'ni ikki sloy gidroizolyatsiya ishlari, ikki qatlam suvdan himoyalash qatlami o'rnatilishi kerak edi. Ikki qatlam loyihaga binoan bajarib bo'lindi. Texnik tomonga ko'ra har bitta ishlatilayotgan izolyatsiya materiallari sertifikatlari olindi. Loyiha tashkiloti tomonidan belgilangan talablar bajarildi. Bundan tashqari bu yerda buyurtmachi tomonidan qo'yilgan texnazor bo'ladi, texnik nazoratchi. Texnik nazoratchining aytilgan talablari ham to'liq bajarildi. Shunda bitta shu izolyatsiya ishini bajarish davomida loyiha tashkilotidan qo'yiladigan talablar, qurilish normalari va qoidalari orqali qo'yiladigan talablar, buyurtmachi tomonidan qo'yiladigan nazoratchining talablari hammasi bir paytda bajarildi. Bundan tashqari izolyatsiyada shunaqa jarayonki, undan oldin quyilgan betonli podgotovka, ya'ni beton to'shamamiz atmetkalari geodeziz tomonidan tekshirildi va undan keyin izolyatsiya qatlamiga ruxsat berildi. Izolyatsiya qatlami bajarib bo'lindi va izolyatsiyadan keyin izolyatsiyani ustida armatura karkaslari joylashadi. O'sha armatura karkaslari izolyatsiyani teshib qo'ymasligi, unga ziyon yetkazmasligi uchun endi buni ustidan 5 santimetrli 100 markali peska beton olinadi.